Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Turmush o'rtog'ing chiroyli bo'lsa ham qiyin ekan. Atrofdagi ayollar undan ko'z uzmay turishiga chidash osonmi? Bunday vaziyatda rashk qilish, ko'z yosh to'kish, ketaman deb qo'rqitish kerakmi? Yoki sevgan kishingga butkul ishonishni o'rgangan ma'qulmikan? Turmush qurganimizga 5 yil bo'ldi. Bitta qizalog'imiz bor. Yaqinda yana yangi mehmon kutyapmiz. Oilamizga hamma havas qiladi. Umuman olganda hammasi yaxshi. Lekin bittagina lekini borki, u ham bo'lsa erimning chiroyliligi. Hali turmush qurmagan paytimizdayoq atrofimizdagilar bizni ko'z qirralari bilan kuzatishlarini sezardim. U menga juda yoqardi albatta. Lekin erkaklarda husndan ko'ra aql, farosat, insof, g'amxo'rlik hislatlarini ko'proq qadrlaganim uchun unga ko'p ham ahamiyat bermasdim. Shu sifatlarning barchasini o'zida mujassam etgan kishini uchratganimdan xursand edim. Dugonalarim hali ham shunaqa yigitlar borligiga ishonishmasdi. Hammasi yaxshi edi-yu, lekin ko'nglimning tub-tubida qo'rquv yashardi. Yillar o'tgan sayin bu fikr miyamga o'rnashib, hayotimni zaharlab boraverdi. Ko'zguga qarab erimdek chiroyli emasligimdan, ko'zga yarq etib tashlanadigan husnim yo'qligidan siqilardim. Lekin bir tomondan uyimizdan sovchi arimagani, o'qish davrida yigitlar ortimdan yugurganini o'ylasam, demak, men ham chakki emas ekanman deb qo'yardim. Erim meni tanlabdimi? Bundan chiqdi, haqiqatdan ham sevadi. Lekin baribir aqlim uning mendan ortiq jihatlarni eslatib turishdan charchamaydi. Ayniqsa maktab davrida 6-sinfdan boshlab qizlar unga e'tibor berishni boshlaganini aytganda ichimni rashk yemirgan. U esa juda tortinchoq bo'lgan, qizlarga e'tibor bermagan. Agar birortasiga qaradim degudek bo'lsa, qizlarning barchasi o'sha qizga urush e'lon qilishgan ekan. Bitiruv sinfida erim Nodira degan qizga ko'ngil qo'ygan. Lekin keyinchalik u boshqa maktabga o'tib ketgan. Erimning sinfdoshlari juda ahil. Har yili maktabni bitirganlari sharafiga uchrashuv qilishadi. Ochig'i aytishga ham uyalaman. Lekin shu uchrashuvlardan keyin men haqiqiy izquvarga aylanaman. Uning kiyimlarini ko'zdan kechiraman. Kostyumi yoqasidan begona atir hidini, ko'ylagidan esa lab bo'yog'i izini qidiraman. Kuni kecha bo'lib o'tgan uchrashuvdan keyin butunlay halovatimni yo'qotdim. Chunki erimning o'sha birinchi muhabbati, Nodiraning hayoti buzilganmish. Eri tashlab ketibdi. O'g'li kasal, o'zi esa ishsiz qolgan ekan. Erim esa hatto unga yordam berishga va'da beribdi. Olijanoblikni qarang. O'zimning dardim o'zimga yetib yurganda, dugonam Zebo olovga kerosin sepdi. Uning turmushi 2 marta buzilgan. Mard erkaklar qolmadi deb noligan. Yaqinda Zeboni uchratganimda, bekor darrov ajrashibsan, sabr qilsang yaxshi bo'lardi deb baloga qoldim. Senga aytish oson, o'zing yigitning guliga tegib olgansan. Lekin ehtiyot bo'lgin. Kiprik qoqishga ulgurmasingdan birortasi ilib ketmasin, deb yuragimga g'ulg'ula soldi. Sabr kosam butunlay toshishiga erimning tug'ilgan kuni sababchi bo'ldi. Bayramni do'stlar davrasida restoranda nishonlaydigan bo'ldik. Uning do'stlari ko'pligi doim menga yoqardi. Tug'ilgan kun ayni qizigan paytda hamma raqs tushish bilan ovora, alanglab o'ynayotganlar orasidan erimni topa olmadim. Bir mahal qarasam, stol chekkasida u ishxonasidagi Zilola bilan gaplashib o'tiribdi. Zilola erimning qulog'iga engashib olgancha shivirlab nimalarnidir gapirardi. Avvalga shunchaki gaplashib o'tirishibdi. Musiqa balandligi uchun yaxshi eshitolmayotgandir, deb o'zimni tinchlantirdim. Lekin hamma raqs tushayotgan bir paytda bu ikkalasining musichadek kukullashib o'tirishi g'ashimga tegdi. Alamimdan oyog'imda jon qolmadi. Titrayotgan lablarimni tishlab yig'idan o'zimni zo'rg'a to'xtatdim. Boshqa bilan gaplashganda ham alam qilmasdi. Erim endi ishga kirgan paytlar shu Zilolaga ko'ngil qo'ygani haqida eshitgandim. Lekin ularning munosabatlari chuqurlashmay turib, Zilola turmushga chiqib ketgandi. Hozir Zilolaning oilasi notinch.
Balki u yana erimning boshini aylantirishni istab qolgandir. Bo'lmasa bir-biriga shunchalik tiqilib o'tirisharmidi? Restorandan chiqib ketganimni hech kim sezmadi. Alohida xonaga kirib rosa xafa bo'ldim. Yarim soatcha turib yuzimni yuvib, ancha yengil tortganimdan keyin qaytdim. Qaytganimda ko'pchilik mehmonlar, shu jumladan Zilola ham tarqalib bo'lishgan edi. Erim qayerda eding? Seni rosa qidirdim, dedi xavotirlanib. Gapirsam yig'lab yuborishimni bilib indamadim. Biroz o'tgach barcha mehmonlarni kuzatib uyga qaytdik. Mashinada zo'rg'a o'zimni bosib keldim. Lekin uyga kirganimiz zahoti bombadek portladim. Yig'i aralash baqira ketdim. Nima eski muhabbatingiz esingizga tushib qoldimi? Balki bu gal muhabbatlaringiz ancha davom etar. Keling yaxshisi, ochiqchasiga kelishib olaylik. Balki ajrashganimiz yaxshidir. Chunki sabr qilish va kechirishdan charchadim. Asablarim qaqshaganidan sira o'zimni to'xtata olmasdim. Erimning anqayib qarab qolganini ham sezmadim. Nimalar deyapsan o'zi? Kim haqida gapirayotganingni tushuntirib berarsan? So'radi u xotirjam. Jahli chiqsa shu ohangda gapirishini bilganim uchun jim bo'ldim. Nazarimda erim rostdan ham nimalar deb baqirayotganimni tushunmagan ko'rinadi. Rostdan ham mening miyamda qanaqa ahmoqona fikrlar g'umg'on o'ynayotganini qayerdan bilsin? Axir unga shubhalarimni aytmagan bo'lsam, qolaversa rashk qilishga vaj bo'lmasa. Zilolani aytyapman. To'ng'illadim men ko'z yoshlarimni artarkanman. Nima bo'libdi Zilolaga? Nega u bilan burchakka tiqilib olib qaringlashib o'tirgandingiz? Meni ko'rmadi deb o'yladingizmi? Ko'rganlarimni oshirib ayta boshladim. Kim burchakka tiqilibdi? Esing joyidami? Shunchaki gaplashdik-ku. Qolaversa u eri bilan yarashayotganini, bir tushunmovchilik sabab oilasini buzish niyati yo'qligini aytdi. Alohida yashab ko'rib bir-birisiz yashay olmasliklarini tushunishibdi. Shularni gapirib berayotgandi. Shunga shuncha vahima qildingmi? Uning samimiy qarab turganini ko'rib gap topolmay qoldim. Nima qilay bo'lmasa, siz chiroylisiz, ayollar sizga qarasa chiday olmayman. Uf, senga necha marta aytganman, menga bu haqda gapirma deb. Men senga chiroyi bilan maqtanadigan qiz bo'lamanmi? Shu janjaldan keyin ko'nglim xotirjam tortdi. Lekin bu holat uzoqqa cho'zilmadi. Bir kuni ish yuzasidan erimning ishxonasiga qo'ng'iroq qildim. Kotiba esa uning allaqachon ketganini aytdi. Men esa qayerga deb so'rashdan o'zimni tiya olmadim. Kotiba ham meni ichimni kuydirish uchunmi Zibo degan qiz telefon qilganini, keyin erim haydovchisini chaqirib kafega ketganini batafsil gapirib berdi. Nazarimda bahor kafesiga ketishdi shekilli. Butun a'zoy badanimdan sovuq ter chiqib ketgandek bo'ldi. Qanday kiyinib uydan otilib chiqib ketganimni bilmayman. Taksi bahor kafesi yonida to'xtaganda o'ylanib qoldim. Nima qilmoqchiman o'zi? Hozir ularni xiyonat ustida shaxsan tutib olaman. Keyin tarsaki tortib mag'rur chiqib ketaman. Lekin xuddi shu payt kafe asabiylashib turgan erimga ko'zim tushdi. Kutilmaganda esa u tomon shoshib kelayotgan Ziboni ko'rdim. O'sha o'zimning dugonam Zibo. Xuddi to'yga ketayotgandek yasanib olgan. Mana gap qayerda ekan? Doim sen chiroyli erga tegib olgansan, deyishining sababi bu yoqda ekanda. Ba'zida gazetalarda dugonasining erini tortib olganlar haqida o'ylab qolardim. Lekin bularning barchasi menga yolg'on va bachkanadek tuyulardi. Mana endi o'zimning boshimga tushib o'tiribdi. Lekin erim men kutgandek xursand bo'lib unga peshvoz yurmadi. Taksi haydovchisiga biroz yaqinlashishni iltimos qildim. Mashina oynasini ochib quloq sola boshladim. Kirib choy-poy ichamizmi? Dedi yal-yal yonib Zibo. Yo'q, kirmaymiz, dedi erim o'sha men bilgan xotirjam ohangda. Men barcha gapga oydinlik kiritish uchun keldim. Sen xotinimning dugonasisan. Shu sabab turli mishmishlar uning quloqiga yetishini istamayman. Oilamizga sovuqchilik tushishini ham istamayman. Shuncha yildan buyon faqat uni yaxshi ko'rishimni bilishing kerak edi. Qolaversa xotinim farzand kutyapti. Hozir uning asabiylashishini sira xohlamayman.
Bu bizning oxirgi suhbatimiz bo'ladi deb umid qilaman. Boshqa meni bezovta qilma. Shunday deya erim mashinasi tomon ketdi. Zeboning esa rangida rang qolmadi. Men esa taksida bekingancha yig'lardim. O'zimning ishimdan o'zim uyalib ketdim. Shubhalarim, besabab arazlashlarim bilan erimga qanchalik azob berganimni tushundim. Ahmoqona rashkim tufayli sal bo'lmasa oilamni barbod qilardim. Yaqinda ikkinchi farzandimiz, o'g'limiz ham dunyoga keldi. Erim esa hamon meni barcha noxushliklar, hatto yolg'on ma'lumotlardan ham himoya qiladi. O'sha kungi uchrashuv haqida u menga og'iz ochmadi. Mendan dugonam Zebo bilan butkul aloqani uzishni talab qilishi ham mumkin edi, lekin unday qilmadi. Endi o'zimni ancha xotirjam his qiladigan bo'lganman. Faqat ishonch tuyg'usigina kishiga shunaqa xotirjamlik bag'ishlashi mumkin ekan.